Hammaga xayrli kech. Buni albatta uyga kelib ovoz beryapman. Chunki kecha kelganmiz. Kecha to'g'ri ertaroq keldik. 6-7larda kelib qoldik. Juda ham charchagan edim. Shuning uchun bugun montaj qilib qo'ydim. O'sha birinchi qismini qo'ydim sizlarga. Bu ikkinchi qismi. Keyin musobaqaga bordik. O'sha 3 kun shaxta bo'ldik-da. 3 kun shaxta bo'lgan bo'lsak, birinchi kun kechroq bordik, 5-6larda borib kiyimimizni almashtirib, dam olib, ovqatlanib, keyin nima desam ekan, nima edi, Registonga bordik. Ikkinchi kuni musobaqaga bordik. Musobaqada video olmadim, shunaqa ham charchab ketgan edim. Yo'qda bu yoqqa yugurdim, video ola olmadim. Shuning uchun shunaqa gaplar. Musobaqada sovg'aga chamadon berdi. Men o'zim qatnashmoqchi edim. Ellik bo'lib turadi, qatnashmadim. Chunki men qatnashsam, men katta yoshliman, meni navbatim kelguncha, qizlar 2017-2018 edi. Endi undan keyin 2012 ni kelishini o'ylaylar. Voshshi kech bo'lib ketardi, shuning uchun qatnashmadim. Bizni ikkinchi kunimiz shunaqa o'tdi. Undan musobaqadan chiqib ovqatlanishga bordik. Ovqatlanishdan keyin o'zi musobaqadan 1-2larda chiqdik. 1-2 yoki 3da chiqdik, ovqatlandik. O'sha ovqatlanib borgunimizcha 4-5lar bo'lib ketdi. Mehmonxonaga borgunimizcha, chunki mehmonxonada ancha masofa edi. Keyin borib, keyin yana tashqariga chiqib, Registonga borib, Registon bizga yaqin edi. Hamma sovg'a-povg'alar oldi, olib ketishga. Nampanlar oldi. Yana ovqatlandik, uxladik. Bu Samarqandning esdalik rasmlar. Birinchi kun Registonga borganda tushdik. Ikkinchi kun men rasman video olmabman. Shuning uchun shu rasmlarni, videolarni qo'yib ovoz beribman. Hammaga xayr, ikkinchi kun shunaqa bo'ldi.